Nima bo'ldi? Voy, yana nima sindi? Voy, kelin, yana sizmi? Voy, bu nima qilganingiz, keyin-a? Xotiningni dastida meni uyimda butun narsa qolmadi. Halakat. Ko'zingga qaramaysanmi? Mammas. Keyin pishdi. Chunvosanmi, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Sen nimaga xafasan? Ukalarim xotinimga kun bermayapti. Nima qilishni bilmayapman. Arosatda qolib ketdim. Bo'lmasa ukalaringni urish kerak. Yo'q, xotin uchun ukani hech qachon urmayman. Prosta urmoqchi bo'laman. Kenaylarni kimdir xafa qilib, rosa asabiga tegayotgan ekan. Sizlarning xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Bilib qolsam yomon bo'ladi lekin. Bu ham ish bermadi degan. Menga qara, ukalaring necha yosh o'zi? Shu 12-13 yosh. O'zi ularni hozir o'smir payti. Ularga kino qo'yib ber. Kinomi? Qale, Ostiga bosin. Oyi, akam bizga uyatsiz kino qo'yib beryapti. Ukalaring zo'rda. Voy, xotining orqa hovliga o'tib ketyapti. Qo'lida arqoni ham bor. Molga qarasa kerak-da, bo'lmasa o'zini osadi. Ha? Menga qaragan, bunisi aniq o'xshaydi. Bor, seni ham gapingga kiraman. Undan ko'ra o'zim bilganimni qilganim yaxshi. Maktab? Qanaqa maktab? Zo'r maktab, ukalarimga albatta yoqadi. Dream School. Dream School maktabida 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qitiladi. U yerda rus, ingliz, arab va yapon tillari bor. Bundan tashqari maktabga tayyorlov va yuqori sinflar uchun oliygohga tayyorlov ham bor. Yo'qda qornim ochib qoladi. Sharoitlari zo'r. Bepul 2 mahal issiq ovqat ham beriladi. Uzoq-u. Uzoqdan qatnaydiganlarga bepul avtobus xizmati va yotoqxonasi ham bor. Voy, zo'r maktab ekan-a. Bo'lmasam-chi, yaqinda ot choptirish va o'q otish ham yo'lga qo'yiladi. Ukalaringizni maktabga jo'natib yuborib, popladingiz.